Sinovlarga boydir bu dunyo. Bir kun kelib sabrim to'ladi. Ketar bo'lsam Robbim qoshiga eslaguvchi ukam bo'ladi. Duolarla qo'llayman ona. Inshaalloh baxti ko'ladi. Birdan essiz g'oyib bo'lsam ham izlaguvchim ukam bo'ladi. Chiday to'kilib bo'ldim. Dildan ne bor Alloh biladi. Butun dunyo unutar biroq sog'inguvchim ukam bo'ladi. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mahsumjon aka siz bo'lasizmi? Ha, ishda. Salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz a'lomi? Rahmat. Ayni damda sizni Namangan viloyatidan yaqinlarimga tabriklarim loyihasidan qo'ng'iroq qilib bezovta qilib turibmiz va men ushbu loyiha boshlovchisi bo'laman. Avvalambor Allohimga banda Habibimga ummat bo'lgan shukronalik pullaringiz bilan loyihamiz ijodkorlari nomidan qutlab qolamiz akajon. Rahmat. Ilohim bunday kunlarni, bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yuring inshaalloh. Rahmat. Kirib kelayotgan hayit ayyomlaringiz ham muborak bo'lsin deb qolamiz. Yanagi yilgi hayit ayyomlariga ham eson-omon yetib olishlikni Allohim nasib qilsin ilohim. Rahmat. Salomat bo'ling. Bugun sizni tavallud ayyomingiz bilan tabriklagan bir yaqin insoningiz bizga tabriknoma xatlarini yozgan ekanlar. Nima deb o'ylaysiz? Sizni tabriklamoqchi bo'lgan yaqiningiz kim bo'lishlari mumkin? Bilmadim, kim bo'lishi mumkin? Jigarlaringiz orasidan bir qidirib ko'rasizmi? Bir taxmin qilib ko'rasizmi? Yoki o'zim sizga yordam bera qolaymi? Kim bo'lsa tanishlarim ko'p ekan. Bo'lmasam o'zim sizga yordam beraman. Ushbu tabriknomani siz uchun xolangiz Qudratoy, xola Imom pochchangiz, opalaringiz Guljamol, Gulbahor, Farizodalar, ziyolaringiz Hafizbek va Shodumonbek nomlaridan Suhrob akangiz tabrik yo'llamoqda ekanlar. Rahmat, Xudo umrlarini ziyoda qilsin. Ilohim, ular sizni juda ham qattiq yaxshi ko'rar ekanlar. Salomat bo'lishsin. Ruxsat bersangiz, akangizni tabriknoma xatlarini siz uchun o'qib eshittirsam, maylimi? Mayli. Assalomu alaykum, jonajonim, qadrdonim, suyanch tog'im, mehribon ukajonim, tavallud ayyoming muborak bo'lsin. Sen uchun qalbimdan tabriklayman. Barcha o'ylagan orzu istaklaringga erishishingni Allohimdan tilab qolaman. Har doim shunday quvnoqlik seni aslo tark etmasin. Oilangni va bizlarning baxtimizga hamisha sog'-omon bo'lgin. Baxt va omad seni aslo tark etmasin. Allohimga banda Habibimga ummat bo'lgan shukronalik kuning yana bir bora muborak bo'lsin. Yigit boshing faqatgina jay namoz ustida sajdada egilsin. Yaratgan ekan. Alloh rizo bo'lgan yo'lini bosib o'tgin deyman. Kulgan ko'zlaring aslo g'am ko'rmasin. Sendek ukajonim borligidan juda ham faxrlanaman. Seni bizni ham yaratgan ekan eng oliy baxt Ka'batullohni tavof etish baxti bilan siylasin ukajonim. Seni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Ko'ksim to'la armon eriydi. Quchog'imga bosganda mahkam. Sendek axir kim g'amim yeydi? Menga sirdosh jigarim ukam. Dunyo ishin qo'ygin bir chetga. To'lmas sira shundayin bir kam. Bugun borlar bo'lmas ertaga. Dardlashaylik sirdoshim ukam. Ming bor shukr borliging uchun. Hol so'raysan bormi deb akam. Men g'amlarga botayin nechun? Sen yonimda darmonim ukam deya mana shunday ajoyib nomani sizga akangiz yo'llab qolibdilar. Rahmat, Xudo ziyoda qilsin. Ilohim baxtingizga sog' bo'lishsin barchalari. Mana shunday qo'ng'iroq tabrik bo'ladi deb kutganmidingiz akajon? Yo'q, kutmagandim, o'zi o'chirib qo'ymoqchi edim telefonni. Ushbu kutilmagan qo'ng'iroqdan qanchalar xursand bo'ldingiz? Baba.
xursand bo'ldingizmi shu kutilmagan qo'ng'iroqdan? Judayam. Quvonchli kuningizga sababchi bo'lganimizdan biz ham minnatdormiz. Loyihamizning bir an'anaviy savoli bor, sizga ham bersak bo'ladimi? Mayli. Mana shu tabriknoma yo'llayotgan akajoningizga oxirgi marotaba akajonim sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman, yaxshiyamki sizdek mehribon, qalqon bo'lguvchi akajonim bor ekan deb oxirgi marotaba qachon aytdingiz? Endi bunchalar to'liq aytmaganman. Sizda hozir mana shunday fursatlar bor. Bizning ovozimiz hozir yozib olinmoqda, tarixga muhrlanib qoladi. Mana shunday chiroyli tabrik so'zlaringizni siz ham akangiz uchun yo'llab qo'yishingiz mumkin. Marhamat. Akajon sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Rahimli doim sog' salomat bo'ling. Oilangizni baxtiga, bolalaringizni baxtiga, hamma qarindosh urug'larning baxtiga salomat bo'ling. Baxtingizga qattiqlar sog' bo'lsin. Yana bir bora mana shunday kunlaringiz bilan tabriklab qolamiz. Yana mana shunday chiroyli kunlarda g'oyibona diydorlashguncha deb qolamiz. Tavallud ayyomlarni chiroyli o'tkazib olishingizni tilab qolamiz. Salomat bo'ling. Rahmat sizlarga ham salomat bo'linglar. Rahmat, minnatdor. Yuragimning qo'risan ukan, onamning ham qo'risan ukan, qadrdonim qadri balandim, ukalarning zo'risan ukan, qadrdonim qadri balandim, ukalarning zo'risan ukan. O'z davrida davrini surgan akam bor deb ishonib yurgan, jigarimsan yonimda turgan, ukalarning zo'risan ukan, jigarimsan yonimda turgan, ukalarning zo'risan ukan. Ukam, 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 jon jigarim ukam, ukalarning zo'risan ukam. El biladi toza zotimiz, eshitsalar tanir otimiz, otamning ham biz qanotimiz, ukalarning zo'risan ukan. Bir tovoqda birga osh tatib, usti-ku bir ko'rpada yotib, birgina sen ketmaysan sotib, ukalarning zo'risan ukan. Birgina sen ketmaysan sotib, ukalarning zo'risan ukan. Ukam, 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 jon jigarim ukam, ukalarning zo'risan ukan. Hatto jonim beraman, sen borsan men shohu turaman, seni juda yaxshi ko'raman, ukalarning zo'risan ukan. Duo qilib omadga to'ling, deysan akam doim sog' bo'ling, yelkamda tursin faqat qo'ling, ukalarning zo'risan ukan. Yelkamda tursin faqat qo'ling, ukalarning zo'risan ukan. Ukam, 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 jon jigarim ukam, ukalarning zo'risan ukan.
Ukam, 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 jon jigarim ukam, ukalarning zo'risan ukam. Ukalarning zo'risan ukam. Ukalarning zo'risan ukam.